Nima bo'lyapti? Direktor Su asosiy tahlil modulida tong saharda hisoblashda xatolik yuz berdi. Hisoblash quvvati 37% ga pasaydi. Hozircha hisobotni qo'yib turing. Hisoblash quvvati 99.8% da barqaror. Asosiy tizim ishlashida muammo yo'q. Aloqa ham joyida. Limi, bu hisobotni o'zing yozdingmi yoki birov o'rgatdimi? Agar u yerda biror shubhali narsa sezsang, hatto birgina qarash yoki bitta so'z ham, darhol bahona topib u yerdan ket. Bu yerda bir muammo bor. Ortga qaytishim kerak. Direktor Su. Qaytganingiz yaxshi bo'ldi. O'tiring, gaplashib olamiz. Direktorlar kengashi bir ovozdan taklif kiritdi. Vaqtinchalik lavozimdan ozod qilish. Tian shuni boshqaruv kengashiga topshirilishi haqida. Direktor Su. Uzr so'rayman. Tianshuda hech qanday muammo yo'q. Meni soxta hujjat bilan aldab chaqirtiribsiz-da. Mana shuning uchunmidi? Siz Tianshuni tekinga ommaga ochiqladingiz. Endi kompaniya qanday kun ko'radi? Tianshu bu mudofaa texnologiyasi, savdo moliya emas. Maqsadingiz aksiyalar nazoratimi yoki Tianshuning kodimi? Chanchen boshqaruv kengashiga o'tishni aytgandir. Xo'sh, undan keyinchi tijorat modullari, narx belgilash va hamkorlar kimligini bilasizmi? U sizlarga barcha sirni ochdimi? Su Sinhe. Tuhmat qilmang. Chanchen. Aksiyalar va vitse-prezidentlik lavozimi haqida o'ylab ko'rdim. Lekin meni o'rnimga sen munosib emassan. Lyusan, politsiyaga qo'ng'iroq qil. Direktor Su, telefonda tarmoq yo'q. Eshiklar ham qulflangan, tarmoq ham uzilgan. Hozir bu hujjatga xohlasang ham, xohlamasang ham qo'l qo'yishing kerak bo'ladi. O'zingga yoqmaydigan usullarni qo'llashimga majbur qilma. Chauko, darhol odamlaringni olib 26-qavatga kelib meni kuzatib qo'y. Direktor Su, uzr so'rayman. Chokun, meni odamim-ku. Limo ham mening odamim. Eshikdagi qo'riqchilar ham menga ishlaydi. Dod faryod qilsang ham seni hech kim eshitmaydi. Yaxshi. Sen yutding. Menga 1 daqiqa vaqt ber. Hujjatni o'qib chiqay. Nima bo'lyapti? Borib tekshiring. Xo'p bo'ladi. Kapitan, aytgandim-a? Shartnomani o'qib chiqdim. Lekin baribir qo'l qo'ymayman. Su Sinhe, o'zingga o'lim tilayapsan shekilli-ya? Chanchen, seni ogohlantiraman. Qilgan har bir ishing uchun badal to'laysan. Badalmi? Hayotingni ham saqlab qola olmaysan-ku. Yana menga badal to'lashni gapirasan.
Suv xonim, birozgina kech qoldim. Linzi, bu yerga kirishga haqqing yo'q. Janobjon, sizga ikkita variant beraman. Birinchisi, o'z ixtiyoringiz bilan ketasiz. Ikkinchisi, men sizni o'zim kuzatib qo'yaman. Janobchi ishlar chatoq, hamma qo'riqchilarni yanchib tashladi. Hammani yo'q qildi. Direktor Su, bugun men birozgina oshirib yubordim. Hammasiga direktorlar kengashi aybdor. Ular menga bosim o'tkazdi. Buning ustiga sheriklar oldida jarima puli ham bor. Men faqat kompaniyani g'amini yegan edim. Chanchi, boya o'zing senga yoqmaydigan usulni qo'llashimga majbur qilma demaganmiding? Endi esa qanday qilib noilojlikdan qildim deysan. Tizimda nosozlik deb meni aldab chaqirding. Majlislar zalini qulflading. Barcha aloqani uzding. Bir to'da odaming bilan meni qurshovga olding. Shu kompaniyaning g'amini yeyishmi? Bugunga hamma gapni borib politsiyaga aytaman. Sun Sinhe, politsiyaga xabar bermoqchimisan? Nima deb? Menga tahdid qildi deysanmi? Yo'q, biz shunchaki majlis qildik. Kevin, kimdir eshikni qulfladimi? Men ko'rmadim. Li Meng, o'sha xatolik haqidagi hujjat soxtami? Yo'q. Tizimda haqiqatan ham nosozlik bo'lgan edi. Mana, ko'rdingizlarmi? Hamma yo'q deyapti. Xonadagilarning har biri aytdiki, bu mutlaqo oddiy aksiyadorlarning yig'ilishi edi. Politsiyaga aytarmish. Quruq gaplarga kim ham ishonardi, to'g'rimi, janobchan? Quruq gap bilan ish bitmaydi. Susilke, sendan oxirgi marta so'rayman. Diyan shu muhimroqmi yoki joningmi? Eshik qulf, tarmoq uzilgan. Xohlasang ham, xohlamasang ham qo'l qo'yasan. Sunsinhe, senga yoqmaydigan usulni qo'llashga majbur qilma. Janobchan, yana yolg'on to'qimoqchimisiz? Janobchan, yana yolg'on to'qimoqchimisiz? Janobchan, sizga bir gapni uqtirib bo'lmadi. Qilmishlaring uchun ertami kechmi, baribir javob berasan. Chanchi, men seni nafaqat sherik, balki do'st deb bilar edim. Shunday pastkashlikka borasan deb hech ham o'ylamagandim. Bugungi barcha ko'rsatmalar, audio yozuv, jumladan kengash a'zolarining gaplarini ham yuristlarimga topshiraman. Tahdid qilish, qonunga xilof ravishda qamoqda saqlash va haqorat, bularning birortasi jazosiz qolmaydi. Nyusa, sen qolib bularni joyiga tushirib qo'y. Susinhe, Tianchini asrab qola olmaysan. Ushlang. Suv xonim, ketdik. Suv xonim, boshingizni baland ko'taring. Bu yo'lak oxirigacha kuzatuv kamerasi bor. Tashqarida ustingizdan kulmoqchi bo'lganlar turibdi. Suv xonim, xafa bo'lishingiz mumkin, lekin buni ularga sezdirmang. Dushmaningiz orqadan pichoq ursa, qon to'kilishi mumkin. Aslo qaddingizni bukmang, chunki buksangiz, ular boshingizga chiqib olishlari mumkin. Yana boshladingmi? Chanchin qamoqqa olingan-ku. Xavf ortda qoldi.
Chanchen shunchaki qo'g'irchoq edi. Uning ortidagi asl buyurtmachi Dubaydagi M-tomon hali o'zini ko'rsatmadi. Hozirdan boshlab to taqdimot tugaguncha bu villadan bir qadam ham tashqariga chiqmaysiz. Bugun bir marta o'z odamlarim qamab qo'yishdi. Endi esa sen qamamoqchimisan? Chanchen sizni o'ldirish uchun qamagan edi. Men esa hayotingizni saqlab qolish uchun. Aytgancha, shkafda sizga kelgan bitta xat bor. Zarbang avvalgidan qattiq. Bir necha oy ko'rishmadik-ku. Lekin janob Lin haliyam ayollarni ayamas ekanda. Kim ekan desam, yer osti dunyosining qirolichasi. Yarim tunda mijozimning devoridan oshib o'tayotgan ekanda. Eshitishimcha London byurosining urush ma'budi Yunhayga tashrif buyuribdi. Men ham eski tanish sifatida qanday qilib holingdan xabar olmasligim mumkin. Xo'sh, shunday qilib esdaliklarni yig'ishtirib asosiy gapga o'tamiz. So'nggi paytlarda yeralti dunyosida tinchlik yo'q. Darknetda kimdir ancha vaqtdan beri shaxsiy ma'lumotlaringni katta pul evaziga sotib olyapti. Mening hayotim doim qimmat turgan. Qidiraverishsin. Bu safar o'zingga ortiqcha bino qo'yma. Ayniqsa kunyaning to'dasi xavfli. Bu kimsalar hech qanday qoidaga bo'ysunmaydi, bari jondan kechgan bir telbalar. Hayya, bir narsani yodingda tut. Ular to'dasidagi har bir a'zoning tana qismida Shiqildoq e'lon tatuirovkasi. Yaxshi, rahmat. Bu yaxshiligingni albatta qaytaraman. Rahmatga hojat yo'q, lekin shuni ham ogohlantirib qo'yishim kerak. Bu yerda tansoq chekkansan, faqat ishingni qil. O'zingni kelishganligingga ishonib, qizlarga o'ralashib yurma tag'in. Meni shunday ishga vaqti bor odamga o'xshatyapsanmi? O'xshaysanmi yoki yo'qmi, buni o'zing yaxshi bilasan. Men direktorlarga so'z berganman. Har bir qadamingni kuzatib boraman. Ammo rostdan ham kim bilandir don olishmoqchi bo'lsang, birinchi navbatda meni yodingga ol. Sensiopa, men tongman. Shuncha yillar dori-darmonimni to'lab kelganingiz uchun rahmat. Onam sizni hayotimni saqlab qolgan xaloskorim deydilar. Lekin shifokorimning aytishicha ahvolim yomonlashayotgan ekan. Orangizda bo'lish uchun ko'p vaqtim qolmagan ko'rinadi. Shuning uchun bitta kichkina orzuyim bor. Opamni yana bir bor ko'rsam va men bilan ko'ngilochar bog'da birga o'ynasangiz. Janob Lin, senga muhim ishni aytishim kerak. Yo'q. Tong ismli bir qizaloq bor. Oq qon kasaliga chalingan. Uni 3 yil davomida davolatdim. U menga xat yozibdi. Umri kam qolganini aytibdi. Uning eng so'nggi orzusi men bilan ko'rishish va men bilan istirohat bog'iga borish ekan. Linzi, u taqdimot kunigacha yashamasligi mumkin. Iltimos qilaman. Sulxonim, kechirasiz, ammo baribir ruxsat yo'q. Linzi, o'zi senda yurak bormi? U endigina 9 yoshda axir. Hatto ertangi kunni ko'rmasligi ham mumkin. Yuragim bo'lsa ham iloj yo'q. Chunki meni vazifam sizni hayotingizni saqlash. Yaxshi. Janob Lin, men bilan gera o'ynaysanmi? Nima ustida? Agar kuzatuvingni aylanib o'tib, mana shu villadan chiqib keta olsam, Tongni ko'rishda o'z mashinangda olib borasan. Chiqib keta olmasangizchi? U holda nima desang, xuddi shu bo'ladi. Boshqa qarshilik qilmayman. Kelishdik. Men roziman. Opa, xotirjam bo'ling. Faqat qo'l oyoq ishlaydigan ahmoqlarni aql bilan yengish kerak. Birinchi reja: o'rin almashtirish operatsiyasi. Meni kiyimlarimni kiyasizda, sekingina chiqib ketasiz. Agar birinchi reja o'xshamasa, ikkinchi rejam ham bor. Osmondan tushgan lashkarlar. Kiyim javonidagi hamma kiyimlardan arqon yasayman. Sizni ikkinchi balkondan tushirib yuboraman. Bu ham bo'lmasa, uchinchi reja ham bor. Yashirin yo'lak rejasi. Ovqat tashiydigan arava orqali sizni olib chiqib ketaman. Hech kim sezmay qoladi.
Kechirasiz, men chiqib turay. Siyonan bu yoqqa chiqchi. Bu qanaqa ahmoqona g'oyalar o'zi? Opa, axir kiyim almashtirganimizni bilib qoldi. Balkondan tushayotganimda o'ldirib qo'yay dedi. Aravachalik hiylang-ku umuman dabdala bo'ldi. Men senga biror ilojini top degandim. Bu senga o'yinchoq deb o'ylayapsanmi? Men qo'limdan kelgancha harakat qildim. Harakat qilding? Yoshligingdan beri biror marta foydali ish qilganmisan o'zi? Ota-onamiz aytgan qaysi ishni do'ndirgansan o'zi? Doim orqangdan men tozalab yuraman. Senga ishonganni o'zi bir ahmoq. Uydan bir qadam ham tashqariga chiqa olmadim. Faqat o'zimni majaqlaganim qoldi. Sendan menga nima foyda? Ha, shunday. Men befoydaman. Sizga o'xshagan daho emasman. Siz oilasining g'ururisiz. Men nima qilsam ham hammasi xato. Endi ko'nglingiz to'ldimi? Sen bilan tortishmayman. Tong-tongni olib kelishim kerak. Ha, to'g'ri. Sizni ko'zingiz faqat Tianshuni va Tong-tongni ko'radi. Kompaniyangizdan boshqa narsani o'ylamaysiz. Men kimman o'zi? Bir oddiy yugurdakman xolos. Men siz uchun hech kim emasman. Qo'lidan hech balo kelmaydigan bir matohman. Sizni nazaringizda men hech qachon muhim bo'lmaganman. Jinni bo'lib qopsan. Ichma endi, ichib bo'lmoqchimisan? Yoshligingdan ishing yurishmasa dodingni hammaga doston qilasan. Xo'sh, sizga nima? Meni ortiqcha dahmaza demaganmidingiz? Unda o'z xonangizga kiringda, o'sha yerdan chiqmang. Ha, sen ortiqcha dahmazasan. Faqat odamning asabini buzasan. Susini, yuzimga aytishga jur'ating yetadimi? O'sha xonangga yashirinib olishdan boshqasiga yaramaysan. Sen bilan aytishib o'tirgim yo'q. Linzi, aytingchi, men rostdan ham shunchalik befoydamanmi? Ikkinchi xonim ko'p ichib qo'yibsiz. Men senga savol berdim. Gapimdan qochib qutulishga urinma. Sen bir qarab aytchi. Meni undan nimam kam o'zi? Aqlsizroqmanmi? Yoki unchalik chiroyli emasmanmi? Yoki bo'lmasa ular uchun shunchaki keraksizmanmi? Nima? Aytchi. Agar o'sha opamning o'rnida men bo'lganimda ham uni himoya qilgandek, meni ham asrab avaylarmiding? Ikkinchi xonim, mast bo'lib qolibsiz. Boshqa ichmang. Men hech ham mast emasman. Hech kim parvo ham qilmaydi. Hech qaysingiz parvo qilmaysizlar. O'lguningcha ichaver. Unda ko'z o'ngingizda o'laman. Men Su oilasiga hamma narsani qaytarib beraman. Linzi, men shunchaki ichma endi, ichib bo'lmoqchimisan? Yoshligingdan beri ishing yurishmasa dodingni doston qilasan. Ha, sen ortiqcha dahmazasan. Faqat odamning asabini buzishni bilasan. Sen bilan aytishib o'tirgim yo'q. Kuniye,
Sen o'sha e'tiborli ukang Solun o'tgan tunda odamlar bilan hududimga bostirib kirib zallarni vayron qildi. 6 nafar yigitimni jarohatlabdi. Bugun bu yerga sendan shuni hisobini so'ragani keldim. Zingyuang singlim shuncha to'polon ko'taribsan. Shaxsan o'zing kelibsan-a? Ko'rinishidan qattiq g'azabdasan. Jahlingni bosgin. Kel endi bemalol gaplashib olaylik. So'g'lan borasida shundoq ham stolda o'tirib gaplashmoqchi emasdim. Lekin bugun yuzingdan o'tolmayman shekilli. Chunki aytishim kerak bo'lgan yana bir muhim gapim bor. Bilaman, yaqinda butun Longo yeralti olamini u yoqqa turg'izib, qotillarni to'plab, Linzi ismli bir odamning poyiga tushgansan. Meni shartlarim juda ham oddiy. Shu yerda to'xtaysan va Linzini ta'qib qilmaysan. Evaziga men Soloning qilmishlarini bunga qarz deb hisoblab qaytarmayman. Singil jonim, bu qo'ygan shartlaring ancha qiziqarli-ku. Lekin bu pullarni baribir ishlab topaman. Ortingda naq 30 millionlik mukofot turganda, men kuniga o'z umrim davomida aslo puldan yuz o'girmaganman. Solun borasida keladigan bo'lsak, singil jonim, biroz yoqimli eshitilsa ham ochiq aytaman. Solun odamlaringni do'pposladi. Bu faqat bitta narsani anglatadi. Sening odamlaring hech nimaga yaramaydi. Jinoyat olamning yozilmas qonuni qanday? Kuchlilar yashab qoladi, zaiflar esa o'yindan chiqishi shart. O'z hududingni asray olmasang, bu sening nochorligingdan. Buning uchun Suoluni qoralaysanmi? Boshqalar seni yeralti qirolichasi deb atashadi. Shunchaki ayol kishi bo'lganing uchun andisha qilib aytilgan maqtov xolos. Nahotki sen yeralti dunyosida xo'jayinman deb o'ylasang, bu yerning yagona imperatori bu menman. O'zingga ortiqcha bino qo'yib yubormadingmi mabodo? Qilichni qiniga solib qo'y. Kunga fursat keldi.